Kim davom ettirsa 100 riyal beraman. Nima deysiz tosh otayotgan paytda? Kim aytadi menga? Bu rahbarlar aytmasin. Endi bundan keyin siz 50 bosh emas, rahbarsiz siz. Rahbarlar aytmasin, menga o'sha shaytonga tosh otayotgan paytda aytiladigan duoni kim aytadi? Yo, bittangiz ayting. Kim? Keyinchi. Kim davom ettirsa 100 riyal beraman. Davomi bor uni. Bu zikr bu. Bismillah, Allohu akbar, rahmat, qabul. Shunda ham qabul. U bo'laveradi. Shayton yeydiganni yeydi. Lekin shayton maydalanib ketishlik uchun ezilib badbaxt bizni shuncha yil avora qilib yurdi, daf bo'lib ketish uchun uni davomi bor. Kim aytadi? Aytmadi-ya. Hazratim o'zingiz ayting. Mana faqihlar mana shu vaqtda kerak. Qarang, Alloh sizni qanday tarbiyalab qo'ydi. Agar yosh talabalarim bo'lganda men aytardim. 64 davlatdan talabam bo'ldi meni. Bismillah, Allohu akbar, keyin nima deymiz? Bo'ldi. Faqat lafzini xato aytingiz, baribir bizga 100 jo'nay beraman. 100 riyal beraman. Bismillahi Allohu akbar, ramyan lish-shayton, ridon lir-rahman. Mana zikr. Shaytonni toshlab turgan paytingizda ham Rahmonni nima qilasiz? Zikr qilasiz.